Qimmatga kim qayoqlardan BYD xan olayotganlar? Meni sizlar bekorga kuzatmayapsizlar. Mana BYD xan 26500 narxi. Krugovoy tonirovkasi bor, 2024. Toza kraskasi, oldimorda kapotlari broneplyonka qilingan, dizyayklari qo'yilgan. Bu 506 km yurgan bitta motorligi, lekin mana shu ham hozirgi kunda 29,5 ming turibdi. 20 tur, buni ham yili 19 ming yurgan. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Ideal matoviy bo'lib turibdi. Endi yangi mashinada bu ham 20 ming hech qanaqa probeg emas. Stamit sideniyalar bor. Xo'p, mashinalarni asosan Telegram kanalimizga qo'yapmiz. O'shaning uchun Instagramga, istoriyaga mashina qo'ymayapman. Telegram profilimni atbitga qo'yaman, kirib o'tib ulama olinglar. Zo'r ancha arzon, rekord narxdagi mashinalar faqatgina Telegram istoriya nimada bo'lyapti. Postlarga ham даже qo'ymayman. Bosinglar mana 26500.